Assalomu alaykum. Bo'ronuz kanalining aziz obunachilari, uzoq yaqindan bizni kuzatib borayotgan birodarlar, akalar, ukalar, buqa ishqibozlari, biz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Beshalish fermasidamiz akalar, Beshalish'damiz. Bunaqa yuvoshma bo'lsa-ki. Xo'p, bu yerda jami 30 bosh Qozog'istondan kelgan buqalarni katta kichiklarini e'tiborlaringga havola qilamiz. Videolarimiz yoqsa like bosib, kommentariyaga fikrlaringizni bildiraverasizlar. Kanalimizga mehmonlar ekraningiz o'ng tomonda turgan obuna bo'lish yoki podpisatsiyani bossangiz biz kiritayotgan videolarni muntazam ravishda kuzatib borishga muyassar bo'lasizlar. Sana kuniga 1-may 2025-yil hafta kuniga payshanba. Qadrdonlar, Bo'ron.uz kanalimiz nimaga o'tib obuna bo'lib qolsizlar? Instagramimizga o'tib obuna bo'lsalaring, qisqa va lo'nda videolarni qo'yib boryapmiz. Bozorlardan, shunaqa firmalardan chiroyli qilib qo'yib borishga harakat qilyapmiz. Akalar, novvoslar ko'ringlar. Ko'rib o'zlaring baho beraverasizlar. Novvoslar kelganiga qancha bo'ldi? 3 kun bo'ldi. Yeb ishlari zo'r, sog'ligi zo'r. Necha bosh? Jami 30 bosh. Ha. 18 milliondan 21 milliongacha mi? Ha, 20 milliongacha. 17 milliondan, değil mi? Pasini? 17 milliondan 20 milyon. Ha, bo'pti. Kelishilar ekan, akalar. Kelaverasizlar, kelishilar ekan, ha? Ha, kelishilar. Islomjon haydashvorasiz yana turib. Islomjon, yeb ishlari qalay ekan? Yeb ishlari zo'rmi? Nimani? Ha, yeb ishlari zo'rmi deb. Yeb ishlari o'zimiz turibmiz. Yeb ishlari zo'r, xudo xolasa. Sog'liqlari yaxshi. Mana go'shga mana. Nima gibridlari ham bor ekan. Hop, bitta olsa ham, ikkita olsa ham sotilaveradi. Tirikchilikka ham sotilaveradi qadrdonlar. Tirikchilik maqsadidagi ko'larimiz diqqatiga. Bo'ylarini aytamiz, bo'ylari 1 metrdan, xullas 1 metr 5 santimetrdan 120 gadir bo'yi bor. Uniki kattasi bor bitta. 20 gadir bo'yi, shunaqa. Shoqli, shoqsiz variantlaridan ekan. Novvoslar mana. Mashlardan olib, rosa to'qanlardan olib, rosa boqadigan zo'rlari kelibdi-da, qaranglar jonivorlar, qarang. Rosa o'zgaradiganlari kelibdi-da. Bular kuzgador xudo xolasa tarsillab zo'r bo'lib ketadi. Tarsillab zo'r bo'lib ketadi xudo xolasa. Men qarayman, sen qarashing kerak. Mana, qarang, shoqligi bor ekan, shoqsizi bor ekan. Mana kichkinalarni qarang. Mana kichkinalarni. Mana jonivorlar qarang. Har bittasini bitta ko'rsatib beraveramiz. Narxni aytib qo'ydim, endi sekin shoshilmay ko'rsataveramiz. 18 milliondan 20 millionga qadar baho aytishyapti. Endi ko'rib o'zlaring kelib ustida savdolashaverasizlar akalar. Bitta olasizmi, to'rtta olasizmi, kelib ustida ko'rib olaverasiz. Qozog'istondan qayerdan keldi Islomjon? Qayerdan? Qozog'istonda qayerdan kelgan bilmaysizmi siz nomini? Nomini bilmaysiz, mana suv idishlar bor mana. Jonivor 3 kun bo'ldi-da. 3 kun. Ha. Qalmi kim o? O qorani aytyapsizmi? O'ni qora ham shu Qozog'istondan keldimi? Qozog'istondan bor ekanda qorani bosadi, o'zimizdan bosadi, ha? Bitta yaxshi. Asosan odamlarni, insonlarni qiziqtiradigan mana maydalarda, mana maydalari bor-ku. Mana to'qal mashinalar bor-ku, mana. Qarang jonivorlarni. Ashlardan to'rtta olsa, kichkinasidan. Yo'lida berasizlarmi? Yo'lida beramiz. Dastlabki. Dastlabki kelishaveramiz, narximiz kelishamiz. Bormi dastlabki qayergadir bor? Kelishilgan holatda. Uzoq yaqiniga qarab. Xo'p, 30 bosh bo'lsa, 15 bosh shunday yarmini olganga nech bildim? Quyug'i, xo'p, 30 bosh hammasini nech bildim? 17,5 million. 17,5 milliondan. Bir hammasini 17,5 million. Bir joyga. Kelishilgan xonasi bormi, ha? To'g'rimi? O'zi pashti bir xil ekanda hammasi, qarang. To'g'rimi? Pashti hammasi bir xil ekan. Mana, endi akalar 3 kun 4 kunda kelgan bo'lsa, yo'l yo'rib kelgan. Nech kunda yetib keldi? 2 kunda yetib keldimi? Qozog'istondan. Endi o'ziga kelyapti ekanda. Bular sekin kunjara berib, yaxshilab parvarishlayverasizlar. To'g'rimi? Xudo xolasa endi effektga kiradi bular.
qo'raq qo'yib, mana shu to'qonlardan olib, kichkinalardan olib shunaqa effekt beradi inshaalloh xudo xolasa. Mana shu qarovsiz qo'yganlarni yeb bersa boru, yeb bersa hisob. Yaxshi yesa bitga qarshi, nimalarga qarshi ko'llarni qilasizlar. Xudo xolasa mana bu ham zo'r ekan mana. Mana qarang, ashlar ham zo'r ekan shular. Mana bu. Xullas, hammasi zo'r. Prosta endi bu yo'q, endi oluvchining o'zining mahoratiga bog'liq. Savdolash ko'proq boqadigan odam olsa, nima deydi? Arzonroq olsa bo'ladi. Ko'pgina olganga, misol arzonroq yo'lda kelishmasa bo'ladi. Endi bitta ikkita olsangiz, bo'ladi, bitta ikkita ham u. Nima deydi? Ko'proq olgan arzonroq oladi demoqchiman. Yaxshi, sal etga kirib qolsa bularni yaxshi pulga sotsa bo'lardi, xudo xolasa. Xudo xolasa yaxshi sotib olasizlar inshaalloh. Hop, Islomjon nomer bering-da ikkita. Evet, nomer, telefon nomer. Telefon nomer ha. 90'li ha. 380 9100 yana bitta. Bo'ladimi shu? Ha, bo'ladi bu. Ha? 90'li 380 9100. Telefon qilishaversin. Lakasa bor tashab berasizlar. Kerakda nomer yozsam 671. Ha. 7757. 671 7757 akalar. Mana Kirgili zavodda orqasida mana sanoat zonasining ro'pparasida mana ko'ringlar-da mana. Mana. Ko'rdilaring mana? O, Cobalt chiqib ketyapti mana. Nexia 2 Cobalt. Mana shu ro'pparasida akalar mo'ljalga. Mana shu kelaverasizlar. Uzoq yaqinda Namangan, Andijon qayerdan kelsalaring ham lakasa tashab berishadi. Lakasa orqali bemalol kelishlaring mumkin. Bo'ron o'zbekistolaring Instagramimiz chiqadi. Instagramga obuna bo'lib qo'yinglar. Tars like bosib qolsizlar. Yemog'i, ichmog'iga 3 kun, 4 kun, necha kun garantiya Islomjon yemog'i, ichmog'iga? Necha kun garantiya yemog'iga? Garantiya berilaveradi. Ha. Emlamalar qilingan yo'q, ukollar qilingan yo'q. Yo'q. Emlamalar qilingan yo'q, ukollar qilingan yo'q. Bori shu. Boricha ko'rsatyapti. Endi olib borib olgan odam o'zi qilib olaveradi-da, to'g'rimi? Olgan odam o'zi bemalol ukollarni joyiga qo'yib qilib, bitta qur'ani qilib bir to'rtdan tashab qo'ysangiz ham xudo xolasa pul bog'lagani zo'r bo'ladi-da, buqamisan buqa bo'ladi deydi-ku. Sanjarbek buqamisan buqalar keldi deydi-ku. Bilaveradi. Hammasi ham xudo xolasa katta bo'ladi. Faqat yedirib ichirib yaxshi qarab tursalaring bo'ladi. Mana ham Qozog'istondan keldi mana Jaydari ham. Qozog'istondan Jaydarida. Jaydarining akasi, ha? Jaydariga o'xshaydi xolos. Ha? O'xshashi, ha? O'xshash. Baraka toping, gap yo'q. Hurmatli birodarlar, xato va kamchiliklar uchun uzr so'raymiz. Qaddingiz va qadringiz baland bo'lsin, o'zingiz uchun qolaversa, aqllaringiz uchun ehtiyot qiling. Unutmang, biz yana uchrashamiz. Sanoat o'ylar.